menimcha o'zbek futbolida ancha yuksalish, ancha rivojlanish ko'zga ko'ringan bo'ladi. Odil Hamrobekov, Dostonbek Hamdamov, Hojiakbar Alijonov, hattoki Hojiakbar Alijonovda ham kichik jarohat bor edi, lekin shunga qaramasdan oxirgi ikkita o'yinda Hojiakbar ham o'zini nimalarga qodir ekanligini ko'rsatishga harakat qildi, raqibga imkoniyat bermadi. Xullas, jismoniy holatga ham endi terma jamoamiz a'zolarida o'sha mana o'sha Italiya futbolida katta nom qozongan Fabio Cannavaro o'zining sheriklari bilan, o'sha mutaxassislar bilan birgalikda ancha ishlar olib borildi va jismoniy holat bo'yicha ham ko'plab ishlar qilish kerakligini biz bilib oldik. Jismoniy holat katta futbolda juda katta ahamiyat kasb etishni bildik va bu borada ancha ko'p ishlar qilinganligi, hattoki o'sha Kolumbiya terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinda 70-daqiqadan 90-daqiqagacha biz biroz ustunlikni ham qo'lga kiritdik. Shunchaki qarshi hujumda bitta gol o'tkazib yubordik oxirida, lekin 20 daqiqa Kolumbiya terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinda ustunlikni saqlab turilishi bu baribir o'sha menimcha muxlislarimizga yoqdi va futbolchilarimizda ham o'ziga bo'lgan ishonch ortib borayotganligidan dalolat edi. Endi stadion uzra katta bayrog'imiz qo'shma shtatlari stadionlarga olib chiqilayotganning o'zidayoq va u yerda do'stlar ko'p sonli futbol ishqibozlarimizni Amerikaga borib qo'llab-quvvatlashlari, to'plarni kiyib olib, bu bilasizmi, baribir boshqa manzara va undan tashqari O'zbekistondan 100 dan ziyod jurnalistlar va undan tashqari 100 dan ziyod blogerlar o'sha yerning o'zida lavhalar tayyorlab, o'sha yerning o'zida intervyular olib, to'g'ridan-to'g'ri efirlarga chiqishdi. Hamkasblarimiz ham guvohi bo'ldingiz, o'sha maxsus ko'rsatuvlarda o'sha yerlardan intervyular tayyorlashdi, o'sha yerlardan vaziyatlarni bizga taqdim etib borishdi. Bundan tashqari ko'plab intervyularda mashg'ulotlardagi bo'lgan holatlarimizga yetkazib turishdi va bu juda katta gap. O'sha yerda javlon urib jurnalistlarga berilayotgan e'tibor ham juda katta ekanligidan guvohi bo'ldik. Demak,